Assalomu alaykum, hurmatli mutasaddi kattalar. Zafarobod tumanidagi 10-qishloq oliy punkt qoshidagi tez tibbiy yordam bo'lim mashinasi. Bugun mana smendaman, qabul qilyapman 24 soatlikda. Eshiklar ochilib yopilmay boryapti mana bular. Eshiklar ochilmaydi. Bir hafta bo'ldi. Moyi shurupga milinmaydi. Kecha loykadan ketgan qo'ydik o'zimiz yonimizdan. 2 kun bo'ldi 4 ta kalotkasini qo'ydik. Nakarejni ketganini qo'ydik. Hech qanday moy 15.000 kilometr yetyapti, moy ham berilmaydi. Hech qanday yordam ko'rsatilmaydi. Kimga murojaat qilamiz buni? Viloyat rahbarlariga ham borgandik, hech qanday yordam bera olmayapti. Balonlari tugagandi, 4 ta balon bergandi. Ular ham mana razvalya sxajaniga vaqt bermaydi. Hadovoylari tugagan. Hech qanday davlat tomonidan yordam berilmayapti. Boramiz, 6 kishilashib ovora bo'lib, ariza yozib, tilxat yozib, balon olamiz. Hozir 15.000 kilometrga yaqinlashdi, moy almashtirilmagan. Hadovoy tamom bo'lgan, kecha kolonka qo'ydik, rol burilmay qolgandi. Buzilsa ham hech kim e'tibor bermaydi, hech kim qaramaydi. Nima qilishimiz kerak, hurmatli kattalar? 1.500.000, 1.800.000 oylik olamiz. 500-600.000 abet, mo'yka hammasi ketadi. Hech qanday e'tibor, hech qanday qarash yo'q. O'z davlat tasarrufida skori bilan mahalla qoldi. Yani nimaga qaraydi yana davlat? Kimga murojaat qilish kerak? Mana Zafarobod tuman tez tibbiy yordam bo'limining 168 tez tibbiy yordam bo'limi mashinasiman. 4 ta balon ham shu ahvolda. Kristianasi ketgan, loykolonga ishlamaydi. Mana ahvoli. Mana balonlar ahvoli mana xuddi shunday emas. Mana roli kelgan. Loykolonga ishlamaydi. Kristianasi aylanib ketgan mana. Bir oydan beri balon ola olmaymiz. Kelsak u yoqqa bor, otangga bor, onangga bor, xuddi shunaqa shu holatda mana.